Hasadxo'r, ko'rəməslik. İslam dinida və başqa dinlarda günah deb sanıldığan, insan xulqida uchrashadigan ayrim sifatlar ular tövəndikilar. Takabburluq, xəssislik, qattiq g'azablanish, hasadxo'r, ko'rəməslik, apqanlıq, g'iyvat, qattiq qayg'urish və başqalar. Bo'libmi hasadxo'r inson mijozdagi eng salbiy sifatlarning biri bo'lib, psixiatriya va ruhshunoslik fanlarida tadqiq qilinmoqda. Hasadxo'rlikning orqasida bo'ladigan ruhiy holat va ruhiy tushkunchilik xomushlik, ruhiy kasal deb qaralmoqda. Hasadxo'rlik insonning xarakterini namoyon qiladigan salbiy holatlar yig'indisi. Bo'libmi ayrim insonlarda ayriqcha yetilgan bo'lib va sirtdan bayqilinib turadi. Bir yomon yeri hasadxo'r o'zini hasadxo'r deb hech qachon sanmaydi ekan. O'zlarining kasalga uchraganini bilmay, ko'pinchisi biz haqiqatni o'rnatamiz, haqiqatni tubiga yetamiz degan shior ostida jamiyatga qanchalik salbiy ta'sir yetkazayotganini bilan ularning kori yo'q. Hasadxo'rlik shaxslar orasidagi barliq sohalarda taraqqiy etgan kasal. Shuning uchun hasadxo'rlikni jamiyatlik kasal debmi qaraydi. O'tmishga qarasak, bu kasal asrlar bo'yi odamga yepishib kelib, qanchalik insonlarning ko'nglini sundadi, xafa qildi, qanchasining yurtdan ko'chib ketishiga majbur qildi. Uning ichida olimlarmi bor edi. Jon dili bilan ishlayotganlarni qarlab o'rnidan yiqitdi. Qanchasini baqiy dunyoga avatvatdi va hokazolar. Bo'libmi ijtimoiy to'rlar paydo bo'lishi bilan bu ruhiy kasal xeyli o'vish oldi. G'iyvat bilan hasadxo'r yaqin do'stlar bo'lib, helimu jamiyatda o'zining salbiy ta'sirini yetkazmoqda. Bu ruhiy kasal nimaga bog'liq degan savol tug'ildi. Bu kasalning kelib chiqishiga ko'p sabablar bor. Tuxum qo'g'lash, genetika, uydagi tarbiya, yetishmaslik, badan sog'lomligi, ruhiy, ma'naviy tarbiyaning tuvanligi va boshqalar. O'smirlar 5 yoshgacha hasadxo'rlikni bilmaydi ekan. İnsanның hamsi oliy bilimlik, olim, dаңliq sportsmen, muzikant, shoir, mahir tashkilotchi bo'lavermaydi. Uningga tan salomatlik, qobiliyat, zehn, talant, idrak, o'xshash xislatlar bo'lish kerak. Biz bolalarni kichigidan raqobatchilik asosida tarbiyalashga urinamiz. Xalqning bolalardek bo'lsin deb, bolaga og'ir vazifalarni yuklaymiz va ulardan talab qilamiz. Shundaqla boshqa yo'llar orqali bolaning psixikasiga salbiy ta'sir yetkazamiz. Albatta, bolalar tirishadi, kuch chiqaradi, intiladi, biroq bolamiz degandek natijalarga yetolmaydi. Ondan ilg'or bolaga bo'lgan ko'rəməslik, uchmanlik aslab paydo bo'lishga boshlaydi. Aksicha, biz bolalarimizga deyishimiz kerak: "Sen ilg'or bolalar bilan do'st bo'l, o'rgan, tirish, ularning utig'iga xushal bo'l" deb. Kelajakda senmi shundoq bo'lsan deb. Ruhiy, ma'naviy boyligini o'sirishimiz kerak. Uning uchun bilimlik bo'lish kerak. Yevriy millati o'g'illarini bilimlik qizlarga o'ylashga tirishadi ekan. Sababi bilimlik ana bolalarga o'zining biladigan bilimini o'rgatishga tirishadi. Kichigidan ana tilga bo'lgan muhabbat, diniga bo'lgan sadoqatlik, sabrlik, chidamlik, millatining urf-odatlarini saqlash, cho'nglarga bo'lgan izzat va boshqa dinlarga va millatlarga bo'lgan hurmat o'xshash xislatlarni o'rgatishga tirishadi ekan va boshqalar. Kichigidan bolalarning erkin o'sishiga yo'l qo'yib, biroq kaskin turda javobgarchilikni ustun qo'yar ekan. Kichigidan bolalar bo'sh yurmay, bir ish bilan mashg'ul bo'lib, vaqtni bekor o'tkazmaydiganlikning asosida ularning ichida o'rinliq deganni bilmaydigan bo'lib o'sadi ekan. Ana tildan boshqa tillarni o'rganish, muzika, sport va emgak bilan tarbiyalash ishlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bolalarning sog'lom o'sishiga sharoitlarni tug'dirib, ishlamchan bo'lib o'sishiga mumkinchilik yaratib beradi. Hozirgi vaqtda yevriy millatining soni 6 million bo'lib, olam xalqining 0.12% ni tashkil qildi. 2023-yilgacha qadar Nobel mukofotning 965 shaxsining ichida 214 yevriy millatining vakillari. Buning hamsi tinimsiz mehnat qilishning asosidir va shuning uchun bu millat bilim,
ve meditsina sahalarida oldingi o'rinlarda turadi. Hasadxo'r kesili 3 bosqichdan turadi. Birinchi bosqichi selishtirish bosqichi. Hasadxo'r sizning yetishgan utuqlaringizni anglab ve ko'rib, o'zi bilan selishtiradi. O'zib ketganingizni ko'rib og'riydi. Chiroy shakli o'zgaradi. Miyig'ida kuladi. Tansitmaydi. Parangizni tinchig'is kelmaydi. So'zni boshqa yoqqa buraveradi. Agar siz o'ylamay planlaringizni aytib qo'ysangiz, sizni yo'ldan taydirishga tirishadi ve boshqalar. Ayrim insonlar tabrik so'z aytganda, men qora ko'ramaslik bilan emas, balki men oq ko'ramaslik bilan devatman deganning o'zi mushu kasalning boshlanmasi ekanligini ko'rsatgan. Ayrimlari sizning utuqlaringizdan keyin siz bilan bo'lgan aloqani uzvitadi. Ikkinchi bosqich. Ikkinchi raqobatchilik bosqichida butunlay sizdan kelishmaslikka tirishadi. Sizdagi bor narsa unida bo'lish kerak. Siz bilan teng bo'lish kerak. Agar siz mashina, jihoz olsangiz qaytlaydi. Kiygan kiyimingizga va chiroy shaklingizga qaraydi. O'zining yetishganliklaridan qanoatlanmaydi. Agar sizda yoki sizning oilangizda biror kelishmaslik bo'lsa, anglab xushal bo'ladi, rohatlanadi. Siz to'g'riliq ochiq g'iybat qilishga boshlaydi. Sizdan nafratlanadi va tashnalik bilan sizning mag'lubiyatingizni kutadi. Shundaqla siz ko'z quloq ostida bo'lsiz. 3-bosqichda raqobatchilik, g'iybat, nafratlanishdan boshqa real zarba berish harakatiga o'tadi. O'ziga to'p quradi. Chiqim, arzi yezish o'xshash harakatlarni boshlaydi. Aniq va dalil bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatishga tirishadi. Huzurlanadi. Biz haqiqat yo'lida isbot qilib beraman va mushuning tuviga yetaman degan o'y qalsidan chiqmaydi. Boshliqning o'rnini talshidi. Bo'lmasa o'rnidan g'ulitish yo'llarini izlaydi. Hasadxo'r raqibning tan salomatligiga va ruhiy, ma'naviy hayotiga daxil keltirib qo'ymay, o'zining kasalga uchraganini sezmay qoladi. Ko'rolmaslikning mushkulliklari va tuvandagi kasallarga elib kelishi mumkin. Qon qismining ko'tarilishi, migren, bosh og'rig'i, oshqozon og'riqlari, qand diabeti, ruhiy tushkunliklar va ruhiy holatga depressiya, buhron, xomushlik va boshqalar. Kasalning oldini olishga nimalar kirdi? Yosh o'smirlarga durust ta'lim berish, ruhiy va ma'naviy boylig'ini ustun qilib tarbiyalash, o'qish, boshqa tillarni bilish, o'rganish, tan salomatlikni mukammallash choralarini o'tash va boshqalar. Bo'libmi bolalarning ruhiy boylig'ini o'sirishda san'atning, muzikaning cho'ng ahamiyati bor ekan. Hatto ular u kasbni egilmasmi. Depressiyaga va ig'ir ruhiy tushkunlikka uchraganlarning o'z vaqtida psixiatrga, bo'lmasa psixolog doktorlarga qaralgani durust. Ko'p narsa odam o'ziga bog'liq. Bir yaxshi so'z bor. Kang bo'lsang, kam qilmaydi degandek, hammamizning ichki dunyosi, ruhiy va ma'naviy boylig'imiz ustun bo'lsa, shundaqla dilkash, samimiylik va sehrli xislatlarimiz yetilgan bo'lsa, bu hasadxo'rlikmi bo'lmagan bo'lar edi. Psixiatriya, psixologiya fanlaridan va internet to'ridan elindi. Abdukerim Qahariy, nevropatolog, psixolog. Ovoz berguchi Gulfira Ro'zaxon qizi.